Assalomu alaykum. Mana navbatdagi obyektimizni bitirdik. Inshaalloh xudo xolasi yoqdik otopleniyamizni. Mana bizada 4 etaj bino bo'lyapti, podvoli bilan birga. Qilingan ishlar napolni kotel qo'yilgan, Baxi 69 kilovat. Kaskadni yig'ilgan Baxi 24 kilovat. Bu o'chiriq, buni yoqmaymiz. Avariyniy situatsiyalarga zapasni qilib qo'yganmiz, kaskadda yig'ilgan. Bunimiz Vitali 35 kilovat, faqat bollerni o'ziga. Mana gazni nakopитель qilganmiz. Ulangan gazlarimiz. Mana gazli uchastka bizada. Bu liniyalar radiatorni liniyalari, bu yerda letniy kuxnyada konvektorimiz bor. Konvektor liniyasi. Bu liniyalar to'pol pol liniyalari 3 etaj. Podvol 1-2 endi mansardada qilinmagan. Teplopol. Bu basseynning liniyasi. Abagrev basseyni. 500 litrli Vitali Kosvinni bollerimiz. Bu bizada холодный suvni подготовкасы, issiq suv подготовкасы, resirkulyatsiya. Havoisni rashvaklari, basseynning sistema qilingan, basseynning tiplobmenniki. Bu bizada podvolning teplopoli, повышающий nasos suvga qo'yganmiz. Xudo xolasi sistemani yoqib ishlatib, hozir mana teplopolda ishlayapti. Radiatorlar bilan birga. Bu elektrichkasini ukalarimiz yig'gan. Mukammal, yaxshi avtomatda ishlatilgan, hammasiga Schneiderlar sifatli. Bu yashigimiz germetичный, suv o'tkazmaydigan. Relaylar, avtomatlar hammasi qo'yilgan. Stabilizatorlarimiz отдельно. Ikkitasiga bitta отдельно, boller bitta отдельно. Nasoslarni Vilovskiy nasosli ishlatganmiz, hammasi Vilovskiy nasoslar ishlatilgan. Basseyn filtratsiyalari